Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomini yo'llash bilan birga tarixga nazar programmamizning 20-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli anglag'uvchilar, biz bugungi sonimizda Sharqiy Uyg'ur davlati, Sharqiy Uyg'ur davlatining yiqilishi, Sharqiy Uyg'urlarning dini, Sharqiy Uyg'urlarning madaniyati, Uyg'ur elifbasi qatorliq mazmunlarni huzuringizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. Sharqiy Uyg'ur davlati. Oldingi fasllardan birida so'zlab o'tganimizdek, bugungi Shimoliy Mo'g'ulistonda yashagan davlat qurgan Uyg'ur degan ism bilan tanilgan bir turk tarmoqini tarix kitoblarida Uyg'ur qabilasi deb ataydi. Bu bölümdə bayan qılınğan Uyğur dövləti mana şu Uyğurlarning miladi 8-ci əsrdə qurğan yeni dövlətidir. Biz bularni Sharqiy Uyg'urlar deb zikr qilamiz. Sharqiy Uyg'urlar Sharqiy Turkiston tarixida muhim o'ringa ega. Sharqiy Uyg'urlar Hun dövləti davrida Hunlarga tava bir xalq bo'lib yashagan edi. Hun dövləti yiqilgandan keyingi davrga oid ma'lumotimiz yo'q. Köktürklər davrida ularning tavalligidagi eng kuchli xalq edi. Köktürk dövlatining tunji qitim yiqilishi bilan Xitoy ishg'oliyati ostida qolgan. Iltirish qolgan Köktürk dövlatini qayta tirildirganda Sharqiy Uyg'urlar uningga tava bo'ldi. Qapag'an qolgan vafot bo'lgandan keyin Sharqiy Uyg'urlar qutlug' Köktürk dövlatiga qarshi bosh ko'tarib chiqib, mustaqillik e'lon qildi. Ve birden tarix sahnasida o'tirg'i chiqdi. Hijri 226 yani miladi 840 yili Sharqiy Uyg'urlar Bayqal ko'li atrofida o'ltiraqlashgan Basmil va O'ttigan tog'laridagi bir qism Qarluq qatorliq boshqa turk qabillarini o'ziga bo'ysundirgandan keyin o'zmish qag'onga qarshi urush e'lon qildi va bir qancha qatim og'ir mag'lubiyatga uchratdi. Miladi 744 yili Sharqiy Uyg'urlar o'zmish qag'onni yo'qotib, qutlug' Köktürk davlatini munqariz qildi. Qaraqurimni ishg'ol qilgan bo'lsa-mu, u joyni poytaxt qilmay, Urg'un daryosining g'arbiy tarafidagi Qara Balg'asun shahrini poytaxt qildi. Sharqiy Uyg'ur xoni Qag'on unvoni bilan ataldi. Hozirgi Mo'g'uliston va butun Sibiriyadagi turk qavmlarini qo'l ostiga kirgizdi. Şunun bilan g'arbda Altaygacha, janubda Gansu va Shanshigacha bo'lgan turk yurtlarini o'z ichiga olgan kengri zaminda Sharqiy Uyg'ur qag'onligi qurildi. Sharqiy Uyg'ur qag'onligining Xitoydagi O'ngli xon isyonini bostirganligini, Bögü qag'onning miladi 762da Loyang shahrini ishg'ol qilganligini va bu vaziyat ostida boshqa turk davlatlari bilan siyosiy jihatda birlikka kelib, Xitoy davlatini birlashgan turk davlatlari himoyasi ostiga olganligini yuqorida so'zlab o'tildi. Miladi 765 yili Tibetliklar Xitoyga hujum qilib, Chang'anni muhosiraga olganda imperator Tangsozong Bögü qag'ondan yordam talab qilgan. Qag'on darhol cho'ng bir qo'shin bilan yordamga kelib, Tibetliklarni qo'g'lavatdi. Sharqiy Uyg'urlar bu davlatni qurib chiqishdan burunmi xili yuksak madaniyatga ega edi. Orxun va Selinga daryo bo'ylarida intayin ko'rkamlik, obod va chiroyli shaharlar bor edi. Hun davlati davrida, Köktürklar davrida, boshqa Tangri qutlug' va qag'onliq davlatlari davrlarida bütün moliya hisobot ishlari va davlatning kotiblik ishlari bu Sharqiy Uyg'urlarning qo'lida edi. O'g'izxon yana Meta Botur Tangriqutning vaziri Uyg'ur edi degan rivoyatlar xili mashhur. Sharqiy Uyg'urlar Köktürk davlatini yiqitib, qag'onlikni qo'lga olgandan keyin bulardagi madaniyat texmi tez yuksaldi. Mo'g'uliston va Gansu tuzanliklarida Sharqiy Uyg'urlarning shu chog'dagi ilm, madaniyat va sanoat asarlarining izlari nihoyatda ko'p uchraydi. Sharqiy Turkistonning sharqiy qismidagi tuproqlardan zamonimizda qizib chiqarilgan Sharqiy Uyg'urlarga oid asara atiqa asarlar kishini hayron qoldirdi. Bularni tuvanda bayon qilamiz. Sharqiy Uyg'ur davlatining yiqilishi. Sharqiy Uyg'ur davlatiga tava turk qavmlari pat-patla isyon chiqarib turadi.
bu isyonlarni bostirish uchun qog'onlikning muhim kuchini sarf qilishga majbur bo'ladi. Bu isyonlar davom qilib Uyg'ur davlati ojizlashib qoldi. Bu isyonkor qavmlar ichida eng kuchligi Yansay daryosi bo'yidagi qirg'izlar edi. Qirg'izlar hijriy 226 ya'ni milodiy 840-yili Qara Balxasun shahriga hujum qilib ishg'ol qildi. Mag'lub bo'lgan Uyg'urlar 1000 yildan beri yashab kelgan yurtlaridan ko'chib ketishga majbur bo'ldi. Sharqiy Uyg'urlar bu hodisa natijasida ikki qo'lga ayrilib, oz bir qismi Gansuning shimoliga berib yerlashdi. Xitoylar bularni Chinfan va yoki vahshiy Uyg'urlar deb ataydi. Yana bir cho'ngroq qo'li Sharqiy Turkistonga qarab minib, 3 el ya'ni hozirgi G'arbiy Gansu, Qumul, Quchu, Beshbaliq, Ili, Kingit va Ro'ran qatorliq o'lkalarda yerlashdi. Uzunga qamay ko'chib kelgan Uyg'urlar asli yerlik turk qarindoshlari bilan aralashib ketdi. Hatto ularni boshqarib, hokimiyatda boshqa chiqdi va bu joylarning xonlari bu Uyg'urlardan bo'ldi. Keyincha hammasi birlashib bir xonning hukmronligini qabul qildi. Bu birlashgan xonlikning cho'ngi Ediqut deb ataldi. Bu Uyg'urchada davlat egisi deganlik bo'ladi. Ediqut davlatining Qarxonlar davlati qurilg'icha to'liq mustaqil bo'lib, ta'sir doirasini Kengit va Kuchagacha kengaytganligi rivoyat qilinadi. Sharqda Uvi ya'ni hozirgi Liangzhou shahrining sharqidagi Wu'archi teg'ichi bo'lgan joylarni ishg'ol qildi. Undan 200 yil o'tgandan keyin Xitoy davlati bularni Sardichining ikki qismidan surib chiqadi. Qarxonlar davlati qurilgandan keyin Qarxonlarga tava bo'lib, ichki ishlarda mustaqillikni saqlab qoldi. Qarxonlarga tava bo'lgandan tartib Uyg'urlar Bosh Argun, ya'ni Agim va Quruq tog'ning u tarafida yerlashgan va Quruq tog' tizmasini chegara qilib Singir deb atagan. Singir va yoki Sinir turkcha chegara deganlik bo'ladi. Bu ism hozirmi qo'llanadi. Qarxonlar davrida Turpan, Qumul, Ili, Altay, Emil, G'arbiy Gansu va Kingit, ya'ni Qarashahar qatorliq joylar Uyg'ur yurti va xalqlari Uyg'urlar deb ataladi. Qarxonlar islom dinini qabul qilgandan keyin Ediqut boshliq Uyg'urlar Qarxonlarga qarshi isyon ko'tardi va o'tirda nurg'un urushlar bo'ldi. Ammo oxirida Uyg'urlar yana Qarxonlarga bo'ysundi. Lekin Uyg'urlar islom dinini qabul qilmadi. Uyg'urlarning ishki mustaqilligi hijriy 8-ci, ya'ni milodiy 1397-yilgacha davom qildi. Ediqut poytaxti dastlabda Quchu o'lkasining Quchu shahri edi. Bu shaharning xarobasi hozir xalq ichida Daqiyanus shahri degan nom bilan mashhur. Buning atrofidagi kanat hozir Qarag'uja, ya'ni Qaraquchu deb ataladi. Ediqut xonligi Qarxonlardan yuz o'rgandan keyin poytaxtini Beshbaliqqa yo'tkagan. Beshbaliq 5 qal'a va yoki 5 shahar deganlikdir. Beshbaliq hozirgi Urumchi shahri bo'lib, Xitoy istilosidan keyin Xitoylar buni xitoylashtirib, Ulumuchi deb atashga boshladi. Sharqiy Uyg'urlarning dini. Qadimgi zamonda Uyg'urlar Toyin dinida edi. Milodiy 150-yili Sharqiy Turkistonda Budda dini rivoj topgandan keyin Sharqiy Turkistonlik Budda rohiblari Mo'ng'ulistonga berib, u yerdagi Uyg'urlarni bu dinga kirgizgan. Shuningdan boshlab Sharqiy Uyg'ur xonlari va yurt kattalarining hammasi Budda diniga kirgan bo'lib, bu din Sharqiy Uyg'urlar orasida eng kuchli din edi. Sharqiy Uyg'ur qog'oni Bögü Qağan hijri 145-ci, ya'ni milodiy 762-yili Xitoyga berib, Loyang shahrini ishg'ol qilib, bir mezgil turgan chaqda Mani dinining rahiblaridan 4 kishi bilan tanishdi va bularni birga Qara Balxasunga ilib keldi. Bögü Qağan bu rahiblarning tashabbus qilishi bilan Mani diniga kirdi va bu dinning Uyg'urlar orasida tarqalishiga ko'p kuch chiqardi. Bugün Qara Balxasunning xarobalari ostida tepilgan Uyg'ur obidalari, ya'ni yozma yodgorliklari bularni isbotlaydi.
Şərqi Uyğurlar Şərqi Türkistonga qaytib kelgandan keyin ularning orasida Mani dini bir oz rivoj topgan bo'lsa-mu, Budda dinida yanala Budda dini asosiy o'rinda edi. Şərqi Türkistonliklar orasida Mani dini ancha rivoj topolmadi. Miladi 981-yili Şərqi Türkistonda sayohat qilgan bir Xitoy sayyoh o'z xotirasida Idukut poytaxti bo'lgan Quchu shahrida 50 Budda ibodatxonasi va bir Mani ibodatxonasi bor deb yozgan. Uyg'urlar orasida Mani dini borgan sari aziyib keyincha butunlay yo'qoldi. Budda dini hijri 8-ci, ya'ni miladi 1397-yilgacha Turpan, Beşbaliqdagi Uyg'urlarning dini edi. Bu tarixdan keyin butun Uyg'urlar musulmon bo'ldi. Miladi 14-ci, ya'ni hijri 8-ci asrda Beşbaliq shahrida yashagan bir Uyg'ur yozuvchi Xitoy tilida yozilgan Budda kitobi Sutrani Uyg'ur yozig'i bilan turkchaga tarjima qilgan. Altın Yaruq, ya'ni Altın Hidoyat deb nom berilgan bu kitob hozir Yevropa muzeylarida saqlanmoqda. Şərqi Uyğurlarning madaniyati. Şərqi Uyğurlarning siyosiy mavqesi yalğız bir asrlik zaman bilan cheklanib qolgan va egallagan yerlari faqat hozirgi Mo'ng'uliston va Sibiriydan iborat turk yurtlarining ozroq bir qismi bo'lganlikdan siyosiy e'tiboriy jihatdagi ahamiyati burunqi turk imperatorlariga yetmasa-mu, madaniyat, ilm-fan va sanoat jihatda Şərqi Uyğurlarning martabasi Mo'ng'uliston va Manjuriya o'lkalaridagi butun turk qavmlaridan ustun turadiganligi hozirgi asrimizda ilmiy tadqiqot va arxeologik baholash natijasida isbotlanib, Uyg'ur madaniyati dunyo madaniyat tarixida muhim bir o'ringa ega deb tanilmoqda. Qarabalg'asun shahrining xarobalari ostidan va Mo'ng'ulistonning har qaysi joylaridan qizib chiqarilgan kitobalar, yozma yodgorliklar va san'at asarlari nihoyatda ko'p. Şərqi Uyg'urlar yerlashgan sahalarda ko'plagan shahar va kentlar qurib obod qildi. Vayron bo'lgan Beşbaliq shahrini Uyg'urlar yangidan bino qilib chiqdi. Shundaqla Beşbaliqning sharqida noiti cho'ng va chiroyli bir shahar bino qilib, uningga Cho'ngbaliq deb at qo'ydi. Bu shahar hozirmi bor. Buni Xitoylar qadimgi shahar ma'nidagi Guching degan ism bilan ataydi. Ondan başqa Ilida, Ilbaliq va Minglaq degan shaharlarni bino qildi. Bugungi Altay viloyatida Sumi Talas va Lobguli yaqinlarida Ushmi, Terim, Solmi degan shaharlarni bu Uyg'urlar bino qilgan deb rivoyat qilinadi. Demak, bularning bino qilgan va obod qilgan shahar kanatlari ko'p. Ondan başqa Donghuang, ya'ni Duxandan Liangzhougacha Soju va Guangzhou atroflarida Uyg'urlar yasagan sepel va obod qilgan shaharning xarobalari 15 dan oshadi. Şərqi Uyg'urlarning me'morlik san'atida imoratlarni nihoyat mustahkam va ko'rkam puxta yasash mahorati alohida ko'rinib turadi. Shuning uchun Uyg'urlarning bino qilgan shahar imoratlari, sepillari va tam to'rislari bugungacha saq qilib Uyg'urlarning madaniyatini dunyoga namoyon qilmoqda. Hozir Turpandagi xarobalar va mavjud bo'lgan imoratlarning to'laraqi Mani ibodatxonalaridir. Shundaqla Budda va Mani dinlariga mansub afsonalarni tasvirlaydigan rasmlar, hukmdorlar va rohiblarning suratlaridan iborat tamg'i sızilgan rasmlar, har xil turk ilifbasi bilan yozilgan yozma yodikorliklardan iborat. Turpandan hozirgi asrimizda Germaniyalik, Shveysariyalik va ingliz sayohatchi olimlari tarafidan ko'p sonda taxta putuklardan intayin nafis ipak to'qilma raxlar va har xil zinnat buyumlari qatorliqlar kashf qilindi. Bulardan bir qismini bu sayohatchilar o'z yurtlariga elib ketib, muzeylarda qo'ygan bo'lsa-mu, yana to'laraqi o'z yerida turmoqda. Yana Quchining shimolida Murtuq degan joydagi ibodatxonada Buddaning butun hayotini tasvirlab tamg'i sızilgan rasmlar bor. Bezaklikdagi ibodatxonada ustunlik bilan sızilgan ranglik rasmlar bor. Qarshi shahriga yaqin joyda bir Uyg'ur ibodatxonasidan Buddaning rasmlari topildi.
Donhuangdan 8 mil şərqi cənubida bir tağda gəmə şəklində uyub yasalğan 4 ibadətxana bulub, bular bir-birlerindən 500 qeri uzaqlıqqa joylashqan. Bu yerdən hər xil heykəllər, mücəssimlər, kitapxana və tamamen Uyğur mədəniyyətinə aid tarixi əsərlər tepildi. Anshi şəhərindən 24 mil cənubida bir tağdakı gəmidə Uyğurlarga aid bo'lgan nurg'un əsər o'tirg'a chiqdi. Bularning ichida yovchilar va to'palarga aid əsərlər ko'p. Bu gəmini Xitoylar Uyğur gəmisi deb ataydi. Bu joylardan tepilgan Uyg'urlarga oid asarlar ichida muhimlari minglarcha diniy va afsonaviy kitoblar va bir qancha yog'och matbaa taxtasi va matbaaga kerakli saramjonlar bo'lib, bu yog'och matbaada xatlar Uyg'ur harflari bilan yog'och taxtaga o'yilgan va bu taxtalarni harakatlanadigan chaqaga va po'za orasiga yerlashtirilgan bu yog'och matbaalarda kitoblar besilgan. Bularga qaraganda u chaqlarda Xitoylarda bo'lgan matbaachilik san'ati Uyg'urlardami bor edi. Yuqorqilarning hammasi Uyg'urlarning g'oyat yuksak bir madaniyatga ega bo'lganligini isbotlaydi. Bu asarlar haqida Germaniyalik olim mundaq deb baho berdi. Angliya, Germaniya va Fransiyada mundaq narsalar hech yo'q. Türkler bundaq güzel ve büyük medeniyet egisi ata-bovaları bilen pəxrinishga haqliqdir. Uyghur elifbasi. Umumi Türk qavmlari arasida ishlatilgan qadimgi Türk elifbasi, ya'ni Urxun elifbasidan boshqa Sharqiy va G'arbiy Turkistonda ikki xil yoziqni qo'llanadi. Bulardan biri 14 harfli Soğut elifbasi bo'lib, Soğut, ya'ni Zarafshan vodisidagi turklarning pütüge edi. Yana biri Uyghur elifbasi bo'lib, Soğut elifbasiga yana boshqa 14 harf qo'shilgan jami 26 harflik elifba edi. Elifbasining 14 harfi Soğut yoziqiga o'xshaganligi uchun ba'zi tarixchilar Uyghur elifbasini Soğut elifbasidan ilingan deb taxmin qilishadi. Bu Uyghur elifbasi qadimgi Uyg'urlar zamonasidan boshlab Sharqiy Turkistonning milliy yoziqi bo'lib, milodiy 7-asrgacha faqat Uyg'urlar orasida qo'llanilib kelgan bo'lsa-mu, milodiy 7-asrdan boshlab butun turk qavmlari Uyg'ur yoziqini qo'llangan va Urxun yoziqi qilib qolgan. Qaraxonlar davrida, ya'ni 11-12 asr orasida buning o'rnini arab elifbasi, ya'ni hozir ishlatilayotgan yoziqimiz egalladi. Shundoq bo'lsa-mu, Uyg'ur yoziqi Buxaqaniya yoziqi deb nom berilgan yoziq bilan ba'zi birlikda yoki ba'zida ayrim holda 15-asrgacha ishlatilib kelgan. Biroq Sharqiy Turkistonda 18-asrning oxirlarida Uyghur yoziqining qo'llanilganligini ko'rsatadigan vasiqalarni ko'rdim. Uyghur elifbasining 18i asli va 8i qo'shimcha harflar. Qo'shimcha harflar ba'zi asli harflarga chekit qo'yib shakllantirilgan. Bugun dunyoning cho'ng-cho'ng kitobxonlarida bo'libmi Xitoy, Hindiston, Eron, Rossiya va Turkiya Jumhuriyatining arxivlarida Uyghur elifbasi bilan yozilgan tarixiy vasiqalar nihoyatda ko'p. Bulardan bir qismi o'qilgan bo'lsa-mu, bir qismi texi o'qib chiqilmadi. Bular Uyg'ur turklarining tarixini tekshiruvchilarni kutib turmoqda. Qadimdan tartib Uyg'urlar sap, keng va boy bir adabiy tilga ega bo'lib, yot so'zlarni qo'llanishdan qochadiganligi bilinmoqda. Chunki u davrdagi mualliflar chet eldan kelgan har narsaning o'z yeridagi nomi bilan yozmay, uningga bir turkcha at qo'yib yozgan. Masalan, Hindistondan keladigan za'fronni ko'rkum, rangni chuvut, zorumbat degan dorini bozug'a, pilni yog'an, Xitoydan keladigan yipak to'qima raqni chuz deb yozgan. Undan boshqa eng qiyin fikrlarni ifodalashga to'g'ri kelganda, uni turkcha so'zlar bilan izohlagan. Tangrining ism va sifatlari, oxirat mafkurasi, ilm va falsafadagi atalg'u, termin, hukmdorlar va olimlarga, hükümalar ve dini peşvalarga berilgan laqam ve unvanni u davrning xalq adabiyotlarida, kitoblarda ko'rgan kishi adabiy tildagi sapliq mahoratiga hayron qoladi. Qadrli anglovchilar,
Shundaq qilib vaqt munosabati bilan Tarixqa nazar programmamizning 20 soni mush yerda oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib anglag'aninglarga rahmat. Kelak sonda ko'rishaylik. Alloh amonat.